Assalomu alaykum. Bizda obzorda X98. Hamma menga kommentariy so'raydi. Nima u, qanaqa u, что это? Hozir bizga такой kichkina живой ekanini montaj qilmasdan obzor qilib beramiz. X98. Ana VK, MK, plus original mana shu. Bilib qo'yinglar, original mana shu bo'ladi. Adashib qolmaylar. Так, nima chiqadi bo'ladi? Bitta pult. Такой зор пульт. Блок питания. HDMI. И instruksiyasi. Lekin bizada bu narsa hozir ketamas, nega xudo xolisa 2000 ta kanal без абонентской платы. 24/7 без выходных. Sog' bo'lasizlar. Спасибо за внимание.